qari bola 6 yosh vaqtida otasidan ayrilib yetim qoldi. Kunlar bo'lsa shunchalik og'ir edi. Onasi o'g'ilni beqish uchun ish istadi. Assalamu alaykum qadrli anglag'uchilar, anglayotganinglar mahallamni yoritgan oy bilan suhbat programmasining She'riyat gulzorligi sahifasi. Bu qitimli programmamizda Bug'do Abdullohning ona haqidagi she'rini ko'ngil huzuringizga sunamiz. Mikrofon oldida Asiya Abduqayum. Ana 90'ga ulaştı. Közü xirələşdi. Tanımaydı gahida seni. Seni çakırmakçı bulup çakırdı başka birini. Başka biri çakırgandek. 90 yaz, 90 küz, 90 kış, 90 et yaz. Ötüp gitti. Manlığı iz silip. Ötüp gitti sudek. Endi tetikliki yok, burunqadek. Körpüde yatar, işki karar. Sen gelmesen bir gün, köngli yerim bular. Közge yaş alar, küçük balıdek. Hey, cihanı yaşap tügütüp koydu. Endi mihmandek. Köngül nazik nerse, kötürelmez gepni. Su, miskal tömürünü kötürelmegendek. Şoňa, taşlımı onu, unutma onu. Yokla, tatlık bilen, açık çüçük bilen. Haldaş, mundaş, oğlu bolmuş oğlu bol, kızı bolmuş kızı bol. Yuyup koy, çaçlarını tarap koy. Putunu tutup koy, dümmüsünü sılap koy. Şunda kılsan mu, bir kişi bergen süt hakkını төлeyelmeysen. Bulup paypitek. O bolmusa, sen kini, men kini. 9 ay, 9 gün, 9 saat, 9 dakika. Kötürgen bizni korsqıdı. Aş etip, nan yakıp, kir yoyup, yol yürüp. Jahan lärzigi kelgen tolğuqida, çahmaq çaqqandek, boran gürkirgendek. Biz onun baxti arzusu idik. Bugünü ätisi idik. Biz onun qayt toğuluşu idik. Oğul bulup, kız bulup. Biz onunla oxşadık. Közümüz oxşar, qeşimiz oxşar, burnumuz oxşar, ağzımız oxşar. Gül, gülüge oxşagandek. Köz nurimiz,
Qara çeçimiz, qiynimiz onun idi onun. Xuddi sonun bişi bolğandek. İnsan hem aqıllık bular, hem nadan. Köyər balısığa, köymez anasığa. Ana köyər balısığa. Seni asmanda uçsu deydi. Denizga şungusu deydi. Töhbağını köreşini tileydi. Şeyh cey namazdı teligendek. Tapsı bir tal kempüt, bir tal alma, gelidin ötmez. Yalğız yegisi gelmez. Seni yev alsın deydi. Seni oruqlap kalmışsın deydi. Kepter başkasını asırğandek. 90'ga ulaştı, koluqı eğirlaştı. Çişi düşken, beli egilgen. Beşi ağrıydı, putu serqiraydı. Lekin turğusu kiler, yügürgisi kiler. Aslını taşlıqısı kiler. Yügürgisi kiler, yaş kıranlığa dek. Yer aylınar, vakit uçar. Bugünün bosuğusu da et saxlap turar. Şundaq, qeyriydi barça. Adam mı, daraxt mı, quşlar mı? Assalomu alaykum qadrli anglag'uchilar, anglayotganinglar mahallamni yo'ritgan oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Mikrofon oldida Rida Ablimit. Bir zamonlarda ikki do'st yashagan ekan. Bir kuni nima bo'ldi? Biri yana birisining yuziga keltirib kelib shaploq bilan birini sapdi. Xafa bo'lgan do'sti hech narsa demasdan oldidagi qum dövüsiga Bugün mening eng yaqin do'stim meni urdi deb esibdi. Ular qayergadir bir safarga chiqibdi. Bir yerda ular daryodan suv kechib o'tayotgan ekan, suv ulg'ayib daryo sal kelib, suv ularni iqitib ketdi. Hilqi shaploq sog'an yigit yana bir do'stini qutqizib qilishga sababchi bo'ldi. Qutqizilgan do'sti o'zi asli kelgandan keyin Toshqa "Bugun mening eng yaqin do'stim jinimni qutqizib oldi" deb o'yibdi. Shaploq urgan va keyin uni suvdan qutqizib olgan do'sti uningga "Nimishqa men seni xafa qilgan kuni sen qumga xat yozib qo'ygan eding. Bugun bo'lsa toshga o'yib yozding" deb so'rabdi. Do'sti javob berdi. Kimdir bizni xafa qilsa, biz uni qumga yozaylik. Do'sti shunday javob berdi. Qara og'aynim, kimdir bizni xafa qilsa, biz uni qumga yozaylik. Suv va shamol uni o'chirsin. Lekin birov bizga yaxshilik qilsa, toshga o'yib yozaylik-ki, hech qanday shamol ham uni o'chirolmasin. Shundaq do'stlar, bu hayotda inson yaxshilik qilgan kishilarni unutmaslik kerak. Bu hayotda yaxshilar yodlanadi. Programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, programmamizga agishing. Assalomu alaykum qadrli anglag'uchilar, anglayotganinglar mahallamni yo'ritgan oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Mikrofon oldida Rida Ablimit.
bir bala 6 yaş vaqtida otasidan ayrilib yetim qoldi. Kunlar bo'lsa shunchalik og'ir edi. Onasi o'g'ilni beqish uchun ish istedi. Lekin hech yer uni ishchilikqa olmadi. Onasini faqat bir qurilish o'rni oz ish haqi bilan ishga ilishga qo'shildi. Ayol qurilishda ishlab o'g'ilni baqdi. Ardın xili ko'p yillar o'tdi. Bala cho'ng bo'lib, xo'jayin bo'ldi. Shahar markazida bir shahona uyning setildiganligi e'lon qilindi. Xo'jayin uyning egisining yeniga kelib so'radi. Bu uyingizning narxi qancha? Uyning egisi $850,000 dedi. Bala $850,000 derhal onun qo'liga tutqizdi. Uyning egisi xursand bo'lib pulni sanab oldi. Uy sizga setildi. Bugundan boshlab uy sizningki. Lekin siz savdo qilishni bilmaydi ekansiz. Agar siz bir oz talashgan bo'lsangiz, uyning narxini tushirib beratdim. Siz haqiqatan savdo qilishni bilmaydi ekansiz, dedi. Bala uy sohibiga shundoq dedi. Sizga deb qo'yay, agar uyning narxi buningdan yuqori deganingizdimi, ham talashmasdan setib olatdim, dedi. Uy sohibi hayronlik ilkida baladan so'radi. Bu uyning nemisi sizni bunchalar o'ziga tortdi? Ben hayron qoldim, dedi uy sohibi. Bala 20 yil avval bu uyning qurilishida mening onam jafo tortib, qish to'shib meni baqqan. Endi bo'lsa bu uyni onamga so'q qilmoqchiman. Programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, programmamizga agishing. Assalamu alaykum qadrli anglag'uvchilar. Anglayotganinglar mahallamni yoritgan oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Mikrofon oldida Rido Abdulhamid. Bir kuni yerim kechida bir odamning darvozi taqildabdi. U odam darvozani ichib qargan ekan, oldida chiroylari noiti sulg'un ve kiyim-kechakları nait konurgan özünün en yakın dostu kelgen ikenmiş. Biraza salam saatdan keyin dostu onunğa yakın günlerde kolunun qısqa bolup qalğanligini ve farzandlarga to'yg'idek bir vaqt tamoq elib beramiganligi ve qarz qaytirish uchun uningga yordam so'rab kelganligini aytibdi. O odam taraddudsizla uningga so'rg'inni beribdi. Do'stim, mushu yetarlikmi? Bo'lmasa men yana beray, debdi. O do'sti, rahmat do'stim. Sana ko'p rahmat. Mana mushu yetarlik. Rahmat sana, deb chiqib ketibdi. Do'sti ketgandan keyin o odam ich-ichidan yig'lab ketibdi. Buni ko'rgan ayoli uningga, "Sizga nima bo'ldi? Agar xohlamagan bo'lsangiz, bu tillallarga bizningmi ehtiyojimiz bor ekanligini aytib, chiroyliqcha uni qaytarsangiz bo'ladi-ku. Amdilikda nimaga bunchalar ich-ichingizdan yig'lab ketasiz?" deb so'rabdi. O kishi ayoliga mundaq debdi: "Qarang xotin, mening o tillallarga ichim chidamay yig'ilganim yo'q. Lekin do'stimni ko'ring. Lekin do'stim shunchavala sulg'un, shunchavala bichoralatga kelib, hattoki do'stim qarz qaytara olmay toki ishq oldimga kelmaguncha men uningdan
hali ahvoling qandaqroq deb so'ramabdiman. Aslida men buning uchun qayg'uryapman debdi. Programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, programmamizga ergashing. Assalomu alaykum qadrlik anglovchilar. Anglayotganinglar mahallamni yoritgan ay bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Mikrofon oldida Rida Abdumit. Bir pasha chivindan so'rabdi. Bu yaqin atrofda sening gul bormidi? debdi. Men ko'rmadim, hech ko'rib boqmadim. Heliqi chivin shundoq javob berdi. Biroq yunda ozganlari ichida konserva qutisi, ganda va boshqa axlat noyitijaq, debdi chivin. Keyin chivin pashiga atrofdagi o'zi doim qadam tashrif qiladigan axlat dösi va yunda ozganlarni xuddi o'z uyini tasvirlagandek inchik sanab berdi. Pasha chivin ko'rsatgan nishon bo'yicha oldi qarab uchibdi. Yo'lda bir hasal harsiga uchrab so'rabdi. Siz bu atrofda axlat va yunda ozgil ko'rdingizmi? Axlat dösi, yunda ozgili? Yo'q. Men azaldan ko'rib boqmabman ekan. Hasal harsi noyat hayron qoldi. Yunda ozgili bo'lmagan bilan bu atrofda hamma yerda xushpurag'i, tomoqqa urib turadigan gullarni uchratqil bo'ldi. Arqadınla həsələrsi yana paşığa qaysı kimlikdə gül samsaq barlığını, qaysı joyda həməl gülünün teği yenilə içilğanlığını təfsili sözəb beribdi. Şundaq dostum, demək tanlash nəhayət mühim. Siz ətrafınız kişilərini yaxşı tanlaya almısınız, axırda əgişib manğan adamınız bilan barar joyingiz chivin başlığanğa oxşaş yunda azgili bo'lib qilishi mumkin. Eng to'g'risi, adashqandan yo'l, baydan pul, ish ko'rmagandan maslahat, yaxshi ko'rmagandan muhabbat, hasadxo'rdan nasihat so'ramang. Programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, bizga ergashing. Assalomu alaykum qadrlik anglovchilar. Anglayotganinglar mahallamni yoritgan ay bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Mikrofon oldida Rida Abdumit. Bir kuni bir qiz elektron uskunlar bozordan bir tane telefon setib oldi. Qizning dadisi heliq telefonni ko'rgandan keyin qizdan: "Buni setib olgandan keyin tunji qilgan ishingiz nima?" deb so'rabdi. Qiz: "Buni setib olgandan keyin tunji qilgan ishim buning ekraniga jijilib ketmasligi uchun plastik qog'oz chaplatdim. Sürkülüp ketməsligi üçün qoğdaş qıpıq saldım," deb cavab berdi. "Dada, sizning bunda qilishingizga biraz majburlimi qizim?" deb so'rabdi. Qiz: "Yo'q, unda ish yo'q." "Dada, qizim, siz buni bunda qilishingiz telefon şirkatiga o'zi qilgan haqorat deb qaramdi qandaq?" Qiz: "Yo'q, unda emas dada. Belki şirket bizge asrash qıpığı selip işletişimizni alaydı tavsiye qılıdı." "Dada, telefon asrash qıpığı salgandan keyin onun qiymati yo'qamdi qizim?" Qizi: "Undaq bo'lmaydi dada. Men onun qiymatini tushib ketmasligi uchun asrash qıpığı saldım-da." "Dada, ha, mundaqdan asrash qıpığı salgandan keyin uskuna sat bo'lib qolamdi qandaq?" Qiz: "Meningcha undaq bo'lmaydi. Sat bo'lib qolgan taqdirdimi, men yanla uni asrash uchun qapqa solaman-da, chunki asrash qipi uning go'zalligini saqlaydi," debdi qiz. Dada qiziga ma'nilik qarab: "Qizim, Canım qizim, bu sizdek güzel qizlarimiz uchun Alloh taolo ayollarga farz qilgan hijobni dal mushunga o'xshaydi.
Shundaq do'stim, eng go'zal narsalar, eng bebaho narsalar qo'g'dashga muhtojdir. Programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, programmamizga ergashing. Assalomu alaykum qadrli anglag'uvchilar. Anglayotganinglar mahallamni yoritgan oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Mikrofon oldida Rida Ablimit. Uyni qayta yasatmoqchi bo'lgan bir yaponlik bir temini o'riydi. Yapon uylarining odatda ikki taxtay tamning orasiga bir bo'shliq qo'ydigan bo'lib, tamni o'rgan chig'ida sirtdan qiqilgan bir miqqa puti mixlinib qolgan kaslanchukni ko'rdi. Yaponlik buni ko'rib, nayti bearam bo'ldi. Kaslanchukning putiga kirib qolgan mix 10 yil burun uy solganda qiqilgan mix edi. Amsa kaslanchuk qanday bo'lib bu holatda 10 yil yashay oldi? Yaponlik kishi o'ylanib qoladi. Qarang'u bir tamning orliqida hech midirlamay 10 yil yashash oson emas albatta. Shuning bilan yaponlik ishni tashlab kaslanchukni kuzatishga boshlaydi. Birdamdikin nahadin kelganligi aniq bo'lmagan yana bir kaslanchuk og'ziga yeydigan narsalarni elib paydo bo'ldi. Yaponlik ko'rgan manzardan behosh bo'ldi. Bu qanday suygu deb o'ziga savol qo'ydi. Puti mix bilan tanqid qilib ketgan kaslanchuk 10 yildan beri yana bir kaslanchuk tarafidan beqilayotgan edi. Shundaq do'stlar. U yaponlikning bu yerda ko'rgani puti mix bilan qiqilib ketgan kaslanchuk 10 yildan beri yana bir kaslanchuk tarafidan beqilayotgan edi. Shundaq do'stim, qalbingizdagi muhabbatni qat'iy o'ltirmang. Sizni yaxshi ko'rdiganlarni aslo tashlamang. Baxtli bo'lish uchun nurg'un sabab bor turib, baxtsiz bo'lishga bahona izlamang. Assalomu alaykum qadrli anglag'uvchilar. Anglayotganinglar mahallamni yoritgan oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Mikrofon oldida Rida Ablimit. Safarga chiqqan bir kishi yo'lda ajoyib bir baqqa duch keldi. Daraxtlari ko'kka bo'yi so'zgan, o'kbaraqsan shoxlari mayin shamolda midirlaydi. Sarxil mevlarning mezlik hidlari dimoqni g'idiqlaydi. Yo'lovchi bog'ning egizini tepib ichkariga kirishning ruxsatini oldi. Va bog'van uningga ruxsat berib qolmay, qo'liga bir sevatni tutqizdi. Shuni to'ldirib, ko'nglingiz xohlagan mevlarni olsangiz bo'ladi. Faqat bir gap esingizda tursin. Baqqa qarshınızdaki darvozadan kirib, yana bir tarafdan chiqib ketsangiz, arqa yo'l yo'q, dedi. Musofir sal andish qilib, sevatni ko'tirguncha ichkiriga qadam tashladi. May bo'lib pishqan mevla go'yo meni o'z degandek val yenib shoxning to'pisida eslib turadi. Shundoq oldiga mangan siri daraxtlar texmi cho'ngib, mevalar texmi shirinroq ko'rinyotadi. Yo'lovchi oldirab qoldimi yoki sevetini baldır to'shtirib olib, oldidagi yaxshi mevalardan quruq kelishdan qo'rqdimi? Bog' etigiga yetib kelgicha sevetida bir tal meva yo'q, quruq edi. Orqaga bo'lsa yo'l yo'q.
Shundaq do'stlar, inson ömrni dunyoning atalmış makonning bir eshigidan kirib, yana bir eshigidan chiqib ketguncha yo'lovchidek yashab o'tadi. Buningdan har kun har narsa xayrli ishlar uchun berilgan imkoniyatdir. Bu makonning oxirlashining qachonligini, imtihon natijasining qandoqligini hech kim bilmaydi. Shunga qarindishim, yaxshi amallarimizning seviti bo'sh qolmasin. Assalamu alaykum qadrli anglag'uvchilar. Anglayotganinglar mahallamni yoritgan oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Mikrofon oldida Rida Ablimit. Afrikadagi bir qabilni tushunish uchun borgan antropolog olim qabildagi bolalarga shundoq bir o'yinni taklif qildi. Daraxt tubiga meva bilan to'lgan bir sevatni qo'ydi va kim daraxt tubiga birinchi bo'lib yetib kelsa, bu shirin mevalar uning bo'ladi dedi. U yugurashga signal bergandan keyin balalar bir-birining qo'llarini ching tutib, birlikda yugurashgancha pallaga yetib keldi va mevalarni mazza qilib yeyishdi. Mag'lub bo'lgan antropolog balalarning mevani faqat birlik kishining qazinishi mumkin bo'ldigan turib, nemishqa bunda qilganligini so'radi. Balalar "Abinato" deb javob berdi. Bu sözün ma'nosi ularning tilida "men barman, biz barmiz" degan ma'noni bildiradi. Balalarning oqqarni uncha yaxshi bilmagan holatda mehr muhabbatning nimaligini bir kishi xo'shal bo'lib qolganlar baxtsiz bo'lsa, baxtiyorlikning ta'mini tetiy olmasligini yaxshi bilgan ekan. To'g'ri do'stlar. Bu dünyada Allah insoniyat uchun ato qilgan boylik, ne'mat noydi ko'p. Faqat mehr muhabbat bo'lsa. Programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, programmamizga ergashing. Assalamu alaykum qadrli anglag'uvchilar. Anglayotganinglar mahallamni yoritgan oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Mikrofon oldida Rida Ablimit. Bir kambag'al yo'lda ketyapsa, oldida bir hamyon uchrabdi. Hamyonni ichib qarasa, ichida bir tol tangi bor ekan. Kambag'al ota-onam xelidan beri sut ichmagaydi. Bu pulga men süt ilib beraman deb o'ylab turgan ekan, hamyon ig'irlashibdi. İçini içib qarasa 10 tanga turganmish. Kambag'al "Ya Xudo, qudratingdan" deb hayron qolibdi. Bu pulga men bir kala setib olaman. Shundala ota-onam balarim har kuni süt ichalaydi deb o'ylagan ekan, hamyon yana ig'irlashibdi. Bu qitimda uning ichida pul xilili ko'p turgan ekan. Kambag'al o'tgan qish ota-onam ras qiynalgandi, sovuq hujurda edi. Bu pulga uy remont qilaman deganda hamyon texmo ig'irlashibdi. Shu vaqtda kambag'al niyatini buzibdi.
Xotunum xeylidan beri bu konu uyda yaşamayman davatatdi. Onundan göre konu uyni ata-anamga qaldırıp yeni uy ilip köçüp ketimiz deb o'ylab turgan ekan, hamyon asli holda qaytibdi. Ya'ni ichidagi hamma pul yo'qilib, ashu bir tanga qolgan ekan. Qadrli do'stlar, programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, qanalimizga mushtari bo'ling. Assalomu alaykum qadrlik anglag'uchilar. Anglayotganinglar ma'lamni yoritgan Ay bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Mikrofon oldida Rida Ablimit. Bir kishi aytgan ekan. Uyga elib kelish uchun pisa Portmanbaga edim. Pisa to'shig'ichi uni elib keldi. Şunun bilan teşekkür ettim ve çaqçaq qilish maqsadida ishni yapmoqchi bo'ldim. U menga: "Hey birodar, hisobotni unutib qoldingiz qachon?" dedi. Şunun bilan men çaqçaq qilib: "Hisob? Ha, hisob kuni bo'ldi-ku" dedim. Pisa to'shig'ichi mening chaqchig'imni bilmay qolgan bo'lsa kerak. Pisa to'shig'ichi biroz mayuslangandek bo'lib, "Qarang qarindishim, bugungi kundagi hisob kitob azaroq bo'larmikin? Hisob kitobni hisob kuniga qoldirmang. Ma'qulmi?" dedi. Men u yoqning shu kun qilgan gapini her esliginimde közümge yaş laq to'ldi. Mening diqqatimni eng chekkini bo'lsa, qiyomat kundagi hisoblashdan ko'ra bugungi kundagi hisoblashimiz nechasi arzonroq turdi degan gap. To'g'ri do'stim. Shuning uchun hisobni aslo qiyomatga qoldirmang. U kunda so'roq ig'ir, hisob qiyin, qo'rqinch, bahchong bo'ldi. Assalomu alaykum qadrli anglag'uchilar. Anglayotganinglar mahallamni yoritgan Ay bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Mikrofon oldida Rida Ablimit. Qadrli anglag'uchilar, bugun Onalar bayrami. Onalar bayrami munosabati bilan dunyoning har qaysi joylaridagi mehribon onalarimizning bayramini tabriklayman. Şundaqla men bugün Onalar bayrami munosabati bilan ustoz Fazil Qorining onalar haqidagi qissasini o'qib o'taman. Bir odam ayolning chechanligi va pokizligidan aqli ichilib, hattoki kunduzmi ko'zga yo'lduz ko'rinadigan bo'lib, zehni va ko'rish quvvati nihoyatda o'tkirlashib ketibdi. Ayoli yo'ldoshining kiyim-kechagini har kuni almashtirdi ekan. Kiyim-kechaklarni yuysa 6-7 qitim yuyib, shunchalik pokiza chinlari va bozordan setib olgan yemeklari nihoyat pokiz yuyilib, ham yetib qopgan yerlarini shunchalik astoydillik bilan tozalab, yo'ldoshini haqiqatan yaxshi kutdi ekan. Shundoq inson qanchaki pokiz muhitda tursa, qanchaki pokiz yemeklarni iste'mol qilsa, dili shuncha ro'shanlashadi va aql zehni ichilib, ko'zi o'tkirlashadi. Bir kuni yo'ldoshi maqtanib qopti. "Hey, qadrimni bilmaysan-da, xotin. Boshqa kishilar kechida tast ko'radigan yo'lduzlarni kunduz ko'ryapman. Mana sen albatta mendek eringdan faxrlansang bo'ladi" debdi. Ayoli: "Bu mening xizmatimning natijasi" debdi.
bu siz qilayotgan itiborim ham hurmatimning xislati debdi. Mahutun nima deydi deb bu itibdi va bu menga Xudoyimning bergan xislati debdi. Bo'pti debdi ayoli burunqidek tozliqqa e'tibor qilmaydigan bo'ldi. Bir narsalarni yudi, bo'lmasa bo'lishiga tamoq etib beraveribdi. Piyollarni ancha e'tibor qilmaydigan bo'ldi va kiyim-kechaklarni har haftada almashtiradigan holatga keldi. Hiliq odamning borgan sir ko'zi g'uvalishib, kunduzimi ko'zi xiralishga boshladi. Bugun anglaganni atsi unutib qoldigan bo'lib, burunqi zehni qo'tidan asar qilmabdi. U kishi tanabdi. Xotin, menga qilgan avvalgi e'tibor va hurmatingni davom etavagin. Mendeki xislat va farzandlarimga bo'lgan barkat, fazilat aslida sening ajringdan kelgan ekan, debdi. Mening xatoligimni kechir, xotin, debdi. U ayol bizni Alloh kechirsin. Siz mendan rozi bo'lsangiz yetarlik. Shundala men jannati bo'la olayman. Shuning uchun sizga e'tibor qilaman ham hurmat qilaman, debdi ayol. Ayol kishi haqiqatan Allohning so'g'isi va oilning barkati. Mehribon onalarimizning bayramiga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum qadrli anglovchilar. Anglayotganinglar mahallamni yoritgan oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Mikrofon oldida Rida Ablimit. Burun bir zamanda mijazi nayt chus bir bala o'tgan ekan. Bir kuni dadisi uningga bir qop mix berib, har qitim ochiqlangan chig'da yoki biras bilan so'qishib qolgan chig'da ho'ylidagi tamga bir tal mix urib qo'yishni taplabdi. Birinchi kuni u tamga 37 tal mix uribdi. Keyingi kunlarda u o'zini tutib olishga boshlabdi. Tamga uradigan mixlarmi bara-bara azlashga boshlabdi. Shunda qilib u o'zini tutib olishning tamga mix urishdanmi ko'p osonligini his qildi. Oxir kunlarda u tamga biror tal mixmo urmaydigan bo'ldi va bu ishini xo'shallik bilan dadisiga aytib beribdi. Dadisining o'g'lining bu gapini anglab, "Endi sen buningdan keyin bir kunmo ochilmasang, tamdagi mixdan birini sug'urib et", debdi. Kunlar bir-birlab o'tishga boshlabdi. O'g'li oxiri tamdagi mixlarning hammasini sug'urib bo'ldi. Shuning bilan dadisi o'g'ilni tamning oldiga boshlab kelib, bundoq debdi: "O'g'lim, nihoyat yaxshi qilding. Lekin sen tamdagi bu mix izlari qarab baq. Bu izlar mangu yo'qmaydi. Xuddi sen boshqalar bilan urushganda, so'qishganda, boshqalarning diliga azor beradigan gaplarni qilganingga o'xshash. Bu izlar ularning qalbida mangu o'chib ketmaydi. Ya'ni sen birsiga pichoq silib urib, ondan keyin pichoqni sug'urib etsang, yarisi osonlik saqalmaganga o'xshash ish. Sen har qancha apo so'rsangmi, yara sho'p bitim qilaverdi. Do'stlaring sening qimmatli boyliging, o'g'lim. Sen ular bilan baxtlik, ular bilan botursan. Ular dardinga darmon bo'la oladi. Yordamga muhtoj bo'lganingda seni qo'llab yordamda bo'ladi. Bag'in o'g'lim. Endi berib do'stlaringga ularni yaxshi ko'rganligingni ayt, debdi dadisi. Qadrli do'stlar, programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, kanalimizga ergashing.
Assalomu alaykum qadrli anglovchilar. Anglayotganinglar mahallimni yoritgan oy bilan suhbat programmasining tong sadosi she'riyat sayfisi. Mikrofon oldida Rido Ablimit. Ton kaygudek Abdurim Parach. Bir Uyg'ur hur qildingmi ton kaygudek, yoki yovdan o'q yedingmi ton kaygudek. Boshqani xo'p demay turay bir qitim, millatingga yig'ladingmi ton kaygudek. Yo'qab ketsa yo'lboshching va ustozlaring, nada ular izdedingmi ton kaygudek. Dar aldığa mağrur turup nozukçilik, kiptinge yaktidin mu tun kaygudek. Vataningdan söz açmaylı Uyghur üçün. Bir mahal top kurdungmu ton kaygudek, yoki bilmay qaldikmi biz jon chiqsimi, haq ustida tik turdingmi ton kaygudek. Yoki zafer fakat senin kolunda deb işaretlik iş gördün mü ton kaygudek. Zulmet baskan bu milletinin asmında çolpan bulup parladın mı ton kaygudek. Көзі түшіп қамытыңға yoki xonning, faqat senla yordingmi ton kaygudek. Tartinishqa hojati yo'q, yoki desam shohliqqa chosh taridingmi ton kaygudek. Shohliqqa chosh taridingmi ton kaygudek.
bolsanız qanlımızga müşteri bolun. Assalamu alaykum qadrli anlıqçılar. Anlayatqanlar mahallamni yoritgan ay bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sayfisi. Mikrofon oldida Rida Ablimit. Kunlari qiyin ahvol tushib qolgan bir odam aqldan so'rabdi. Men bo'lsam bir mag'lubiyatchi. Mening qilgan ishimning ko'pinchisi mag'lubiyat bilan oxirlashadi. Mening shuni bilib boqqim bor. Men zodi qanday qilishim kerak? Debdi aql tuan ovozda. Sizdan o'tinib qolay. Menga bir aql ko'rsatib qo'ygan bo'lsangiz, debdi u odam yilingan holatda. Aql xeyli uzoq o'ylangandan keyin mundaq debdi. Bo'ldi. Men sizga mundaq bir taklifni beray. Siz berib Davr jurnalining 1970-yillik majmuasining 930-betini varaqlab ko'rib beqing. Balkim biror narsaga erishib qolarsiz. Bu odamni qang'irtib qo'ydigan bir taklif edi. Eliq odam kutubxonaga berib, munosabatli pop paragraflarningki hammasini izlab tepdi. Bu bəttiksi dünyadaki ən münəvvər kaltak top tənərkisi Taykobo'nun qısqısı tərcümalı idi. Məşhur adamlar munbiriga talanğan bu çolpanның bir ömürdeki soqış sani ən köp bolğanda 367'ge yetken bolup soqış padişahı dep nam alğan Losningmu onun aldığa ötüp ketishini ümit qildi ekan. Heliq adam yana aqlning yeniga berib mundaq depdi. Taykobo'nun soqış sani 367'ge yetibdi. Muşular ekan. Bütünlüğü to'g'ri deb javob berdi aql. 367 qitimlik unumlik so'qish o'tir hisob bilan har bir 3 qitimda bir qitim muvaffaqiyat qozongan, ya'ni 500 necha qitim mag'lub bo'lgan. Meningcha siz bir narsani tushungandek bo'ldingiz-ku deyman. U odam birdinla bir narsani tushungandek bo'lib, qaqoqlab kulib ketibdi va mundaq debdi. Bu kishi menga o'xshash nurg'un qitimlab mag'lub bo'lgan ekan. Qadrli anlıqçılar, bugün 5-may Uyg'ur xalqaro do'ppi bayrami kuni. Şu munosabat bilan Ana til televiziya nomidan dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur qarindoshlarimizning do'ppi bayramini tabriklayman. Assalomu alaykum qadrli anlıqçılar. Anlayatqanlar mahallamni yoritgan ay bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sayfisi. Bir qiz qo'lida 2 tal olma tutib turadi. Şu vaqtning o'zida onasi kirib keldi va so'rdi. Mening hasal qizim, onangizga shu olmalardan birini beramsiz? dedi. Şu vaqtda qiz onasiga bir qaradi-da, bir olmani tishlab oldi. Yani tezlikdə ikinci almanını tishlab oldi. Anası bunu görüp yüzündeki tebessüm yok idi ve açığı geldi. Lekin bunu kızga bilindirmeslik üçün özünü besib oldi. Kızı bolsa almadan birini ilip anasını tuttu ve mundaq dedi. Apa, mana bu sizge, bu bek şirinken deb almanın en yaxşısını anası sundu. Şundaq dostlar, siz kim bolsanız hem qanchalik hayat tecrübeniz mol bo'lishini qat'i nazar qanchalik bilimdorman deb hisoblasangiz mı?
Başqalarga hüküm chiqarishdan ehtiyot qiling. Başqalarga imkon bering. O'zlari tushuntirib berishga vaqt bering. Siz ko'rib anglab turgan narsalar haqiqat bo'lmasligi mumkin. Hech qachon birovlar uchun aldirab qo'yarsiz qolmang. Yuqorqi qoida agar ona ochig'i bilan kelib qizga qo'pollik qilgan va yoki yuziga bir tastak solganda u qizning qanchalik ruhining sunadiganligini tasavvur qila olamsiz. Programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, programmamizga ergashing. Assalomu alaykum qadrlik anglag'uvchilar. Anglayotganinglar mahallamni yoritgan Ay bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sayfisi. Mikrofon oldida Rida Ablimit. Angliyada yashaydigan Somalilik bir musulmon ayol yordam elish uchun radio stansiyasiga murojaat qildi. Radio programmasida anlagan Atsit bir İngiliz bu musulmon ayolni masxir qilmoqchi bo'ldi. Ayolning ismi va uy adresini olgandan keyin nihoyat ko'p miqdorda yemeklik va turmush buyumlarini elib bu ayolga avatmoqchi bo'ldi. Xizmatkorni chaqirtib, uningga olib berishni buyurdi va agar ayol bu narsalarning kim avatganligini so'rab qolsa, uningga buni shayton avatdi degan deydi. Xizmatkor Somalilik shu ayolning uyiga kelganda elib kelgan narsalarni xushallik bilan topshirib oladi. Xizmatchi bularning kim avatganligini bilishni xohlamsiz deb so'raydi. Fatima ismli o'qish va yozishni bilmaydigan bu ayol narsalarni avatgan Atsit ingliz mutafakkir doktor Temos Winterning keyin musulmon bo'lib ismini Abdul Hakim Muratqa almashtirishiga vasila bo'lgan bu ibratli javobni berdi. Yo'q. Bilishni xohlamayman. Chunki Alloh bir ishning vujudga kelishini xohlasa, şeytanlarmı onunla itaat kılıdı depti. Programımızda yaxtırgan bolsanız, kanalımızga müşteri bulun. Assalomu alaykum qadrlik anglag'uvchilar. Anglayotganinglar mahallamni yoritgan Ay bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sayfisi. Biraylan shundoq debdi. Men mangolmayman. Chunki mening putum yo'q. Aldımda piyoda minib ketayotgan odamning menga qarag'inini ko'rdim va chiroydagi ifodadan Allohga shukr etayotganligini tasavvur qilmoq tas emas edi. Va ko'nglim yerim bo'ldi. Shundaqdimi kaynimga qarab baqdim. O'ng tarafimda bir mozorlik bor edi va u yerda qabristondan menib chiqolmaydigan jasadlar bor edi. Bunu görüp Allah'a şükür ettim. Ey Allah, sen aldığın nefsimni beripsen, yeydiğin rızkımni beripsen. Ve sol tarafımga qarasam, yana bir puti yo'q odam turadi. Ve onundan sordum. Ey hem taqdirshim, sana nima bo'lgan edi? Dedi ki, men bir boyvachchi edim ve mashinam bilan her yerga boratdim. Bir kuni hodis yuz berdi. Mashinani bakil tez haydabdiman. Chunki kayib soruniga ittik bormasam bo'lmaydi.
buni anglab Allohga texim shukronim ochdi va dedimki, barcha hamd sana meni o'z yo'lda vatanimni qutqizish jangida futlarimdan meni ayirgan Allohga bo'lsin va oldimdagi piyoda odamga va otliq mashinasi bor odamga shunda nasihat qilgim keldi. Sizlar menib yoki chepib ketayotganlarga emas, balki qandoq yo'lda qayerga ketayotganlarni hargiz har zaman esinglardan chiqarmanglar. Qadrli do'stlar, programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, qanalimizga mushtari bo'ling. Assalomu alaykum qadrli anglag'uchilar. Anglayotganinglar mahallamni yoritgan Oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Bir podshoh navrisi bilan sayli qilyotsa, bir qalandar uningga ta'zim bijo qilib, hurmat bildiribdi. Podshoh derhal qadamini to'xtatib, uningga bakrak egilib salom beribdi. Navrisi taajjublanib, qalandarga shunchalik hurmat qilgan bormi? desa, podshoh javoban, balam, qalandarning davlat boshqaruvchidanmi adab axloqli bo'lishiga yo'l qo'ya olmayman degan ekan. Shundoq do'stlar, men nihoyat munavvar yaxshi odam bo'lganim uchun meni boshqalar hurmat qilyotdi deb o'ylab qolmang. Bilishingiz kerakki, boshqalar esil axloqqa ega bo'lganligi uchun sizni hurmat qildi. Esil kishilar boshqalarni doim hurmatlaydi. Mana buni saviya va sapo deymiz. İnsan kibrlik bilan yaşamaslik kerak. Bandaning beshiga ming bir qismatlar keladi. Bugun ot minganlar atsi piyoda qoldi. Qushqosh hayot vaqtida qurutni yesa, qushqosh o'lgandan keyin qurut qushqoshni yeydi. Bu bir mangulik haqiqat. Şu kadar əbucan bulun ki, sizni tişlib alğan işitmi bir ömür öz tişidən nefretlənsin. Şundaq, esil yaşan ki, siz bilen tanışqan her bir insan təqdirim emas, ta'lim deb bilsin. Qadrli do'stlar, programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, qanalimizga mushtari bo'ling. Barliqim Sharq Turkiston. Tumaris Almas. Mikrofonda Rida Ablimet. Mening güzel Sharq Turkiston'im. Sen xuddi Azroilning salamiga o'xshaysan. Senin qachon keladigining aniq emas. Sagaklar sana her zaman tayyor. Bexotlarga xuddi mangu kelmaydigandek tuyulsan. Sharq Turkiston, sen rizq o'xshaysan.
halallarga tava rizq o'xshaysan. Niyatlar buzilganda qochadigan. Qalblar paklashganda, yo'llar birlashganda keldigan eng pok, eng halal rizqsan. Ay mening güzülüm, sen depsendi bo'lmading. Sana asilik qilgan, sen üçün özünü beg'ishlayamaydiganlar depsendi bo'ldi. Uninglik bilan sening qadring, güzelliking hassilab oshdi. Mening Sharq Turkistonim, sen şu yerde qat ko'tirib turgan mangulik haqning nurini tarqitib turgan go'harsan. Mayli sen xato qo'llarda bo'l, mayli sen xato yo'llarda yuril, mayli sen qorong'u zulmatda qol. Nurun hamon haqni chaqirdi. Haq seni topidi. Chunki sen haqqa tava. Barlığımız sen, Şarkı Türkistan. Sen ruh, sen ten, sen toprak, giyah, del derek, sen tağ sen. Sen hemme, barlık güzellikle seninle cemleşken. Sen vicdan, sen buruç, sende hemme mesuliyet yüklengen. Sen insaniyetki barlık mecburiyet, güzellik, baylıkni koynunga ağan, insanlarından fakat vapa ve birlikni isteyen. Sen onun bedlige hemmini takdim etalaydıgan anımız ve dadımız sen. Şarkı Türkistan, Şarkı Türkistan, sen bizninle emas, yenindeki hoşnağının, yer şarının, yana bir taraftaki dünyanın eminlikinin açıkçı sen. Sen ne kadar fakirlik toprak sen. Minglarca, milyonlarca yat gözlerini üzenge qaratkan. Dünyaga üzerinin ne kadar mühimliğini tuntalagan alayda toprak sen. Hey toprak, biz emdi sana asilik kılanmayımız. Dünya seni hakkı kaytırmay, amalımı yok. Bu kitim Allah'ın en ahırkı mühülti. Çünkü sen kessen dünya kitidu. Parasatlikler bunu görüp yetidu. Sen şundak bizning işençimiz sen. 2019 yılı 23 may. Assalamu alaikum qadrlik anlıqçılar. Anlayatqınыңlar məhəlləmni yoritqan Ay bilan söhbət proqramısının hayat hikmətləri sahibisi. Mikrofon altında Rida Ablimit. Bir günü bireylen alimdən soraptı. Ey alim, anam men bilan birga turdi, lekin ayolim bilan hech kelishmayotdi. Men zodi qanday qilsam bo'la? Olim savolingni qayta so'rg'ina. Uyimda onam men bilan birga turdi. Kechirsan,
Gepingni toza anqiramdim. Opam men bilan birga turdi. Olim esingda bo'lsin. Anang sen bilan emas, sen anang bilan tursan. Hattoki uy sening nomingda bo'lgan taqdirdimi, sen anang bilan tursan. Sen anangni sana muhtoj emas, balki sen uningga muhtoj deb o'ylab muomala qil. Ananga qarg'iningda bu mening eng go'zal dunyorimning ishki deb qara. U seni ta sen laqtqon vaqtingdan boshlab ko'tirib cho'nqilgan ulug' zotdir debdi olim. U kishi berib onasidan so'rabdi. Farzandlaringizning qaysini bakrak yaxshi ko'rsiz ana? Onasi javob berib, og'rib qolganni toki u saqayg'ucha bo'lam. Musafir bo'lganni toki u uyga qaytib kelguncha. Kichigidan ta cho'ng bo'lguncha. Bilib qo'ying bolam. Sizlarning hammanglarni toki oxirgi tinig'imgacha yaxshi ko'rma bolam. Debdi ona. Qadrli do'stlar, programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, kanalimizga mushtari bo'ling. Assalomu alaykum qadrli anglovchilar. Anglayotganinglar Mahlamni yo'ritgan Ay bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Bir dehqon bir o'shki bilan eshak beqibdi. Eshakni bo'lsa bozordan setib olgan sifatli yem-qashaklar bilan beqib, biroq o'shkini tog' bag'riga o'zi o'tlab kelishga qo'yib beribdi. O'chga bunda adil bo'lmagan muomalaga norozi bo'lib, agar eshak og'rib qolsa, u yeydigan yaxshi yem-qashaklarning hammasi mening bo'ladi deb o'ylabdi. O'chki ko'nglida cho't soqibdi va eshakka debdi: "Sen kun bo'yi mushundoq jafolik ishlaysan. Sana bakichim og'riydimi? Birdam tugman cho'riysan, birdam eg'ir yuklarni to'shiysan. Ey, yalg'ondan bir haqitdim yetib olsang bo'lmamda. Ha?" debdi o'shga. O'chga aslida agar egam eshakning yolg'on yetib olganini bilib olsa, eshakka hargiz ishonmaydi. U holda yaxshi yem-qashakning hammasi mening bo'ldi deb o'ylagan ekan. Eshak o'chkining deganiga qo'shilibdi. Amaliyoti bo'lsa-mu qutulishib, yiqilib, ig'ir yaralanib qopolmabdi. Dehqon oldirab tinab doktor chaqirib kelibdi. "Qarang doktor, oilamizdagi ig'ir yenik ishlarning hammani mushu eshakka tayinib qilatdim. Eshak saqaysa bo'ladimi?" debdi dehqon. Doktor: "Eng yaxshi amal o'chkining ish bag'rini qayintib, eshak ichiring. Buning unumi bakli yaxshi bo'ldi" debdi doktor. Degandek dehqon o'chkini o'ltirib, eshakni davolabdi. Shunda do'stlar, o'zida yo'q, ammo boshqalarda borni qo'g'lishish xo'shallik emas. O'zida borni qadrlash xo'shallikdir. O'zni boshqalarga selishtirish va hasad qilish, doim boshqalarni yaxshi deyish sizga xo'shallik emas, lekin bisimab keldi. Hasad qilish kechirgil bo'lmaydigan jinoyat. Chunki hasad qilishdan kelib chiqqan xatolikqa nisbatan shuningga yarasha javob bo'ladi. Qadrli do'stlar, programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, kanalimizga mushtari bo'ling.
Assalomu alaykum do'stlar. Anglayotganinglar Ma'lamni yoritgan Oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sayfisi. Bir hiç çoğun danışman kishi daryo bo'yida o'ltirib, atrofidagi go'zal manzaralar haqida fikr yuritadi. Nimalarnido xiyol qilyotadi. U to'satdan sug'uchib ketib, sudan qutulishga harakat qilayotgan bir chayonga ko'zi tushib qoldi. Danışman kishi uni qutqizishga qaror qilib, qo'lini uzatgan edi, qo'lini chayon chiqib oldi. Og'riqning qattiqligidan qo'lni darhol tortib oldi. Lekin bir minut o'tmay yana chayonni qutqizishni davom qildi hamda qo'lini yana so'zdi. Chayon yana chaqdi. Bir ozdikin yana 3-chi qitim qo'lni uzatdi. Uning bu harakatlarini kuzatib turgan yiroqdagi bir odam, "Hey inson, birinchi qitimdimi, ham ikkinchi qitimdimi, ham xulosa chiqarmadingizmi? Yana nima sababdan 3-chi qitim qo'lingizni sunsiz?" debdi. Danışman uning ogohlantirishga e'tibor bermadi. Shunchalik tasdiqda chayonni qutqizib oldi va ilqi kishining oldiga kelib, yelkasiga qo'lni asta qo'yib, "Hey bolam, chayonning tabiati chiqish, mening tabiatim bo'lsa, muloyimlik bilan rahim shafqat qilish. Nima uchun men uning tabiatining mening tabiatimning ustidan g'olib ketishga yo'l qo'ymayman bolam," debdi danışman. Qadrli do'stlar, programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, kanalimizga mushtari bo'ling. Assalomu alaykum do'stlar. Anglayotganinglar Ma'lamni yoritgan Oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sayfisi. Bir er surutda 20 yil ishlab oxiri uyiga qaytadigan bo'pti. Xo'jayini uningdan "Sana 20 yillik muosh lozimmi yoki 3 jumla samimiy maslahat lozimmi?" deb so'rabdi. Er: "Men ata yo'lga chiqaman. Ata atdiganda javobini beray," debdi. Xo'jayini: "Bo'ladi," debdi. U kechasi er uxlamabdi. Ertasi u xo'jayiniga "Menga 3 jumla samimiy maslahat kerak," debdi. Shuning bilan xo'jayini uningga 3 ig'iz samimiy maslahatni aytib beribdi. Birinchi: mumkin bo'lmaydigan udul yo'lni izlashga urinma. Dunyoda o'ng'ay ish yo'q. Faqat astoydillik eng yaxshi usul. Ikkinchi: aniq yaxshi ish emasligini biladigan ishlarga ziyoda qiziqib ketmagin. Balkim mushuning sababidan hayotingdan ayrilib qolishing mumkin. Uchinchi: qiziqqan vaqtingda hargiz qaror chiqarma. Bo'lmasa bu qaror sening bir umr afsuslanadigan ishingga aylanib qolishi mumkin. Bularni deb bo'lib xo'jayini bu erga ozroq pul va 3 tal bulka beribdi. Hamda eng cho'ng bulkani uyga berib bo'lgandan keyin ondan yiyin deb topilabdi. Er yo'lga chiqibdi. U necha kun mengibdi. Birinchi bulkaning yarmini yebdi. Uzoq o'tmay bir yo'l eg'iziga uchrabdi. U boshqalardan: "Qo'shni kanatga qaysi yo'l bilan mangisi yaqin?" deb so'rabdi. "Ay yo'lovchi, kichik yo'l bilan mening." "Yaqin," debdi. "Bi yo'lovchi, cho'ng yo'l bilan mening, bexatar," debdi. U ayoli bilan ko'rishishga qattiq taqozo bo'lib ketgachga kichik yo'l bilan mengibdi. Mengib uzoq o'tmay yo'lovchilarning yaqin atrofda tog' qaroqchilarining adab ketganligi to'g'risida deyishayotgan gapini anglab qopti. Shuning bilan u xo'jayinining birinchi nasihatini yodiga olibdi. Shuning bilan kayniginib cho'ng yo'l bilan mengibdi. Yana necha kun mengibdi. Ikkinchi bulkaning ozroq qismini yeb bo'pti. U arzon qunalg'udan birni tepibdi.
Yerim kecha bo'lganda bir ayolning yig'i ovozini anglab uxlay olmabdi. Shuning bilan chiqib qarab baqmoqchi bo'pti. Bu chaqda u xo'jayinining ikkinchi nasihitini esiga oldi. Yaxshi ish emasligini aniq biladigan ishlarga ziyoda qiziqib ketma. Shuning bilan u yetib uxlabdi. İkinci kuni atdigan o'rnidan turgan vaqtida do'kon egasi uningdan hayronlik bilan so'rabdi. Siz hayotmi? U tushunmay nimishqa bundoq so'raydiganligining sababini so'rabdi. Do'kon egasining deyishicha, uning bir sarang qizi bor bo'lib, kesili qo'zg'alib qolgan vaqtida yig'lab boshqalarni chaqirib chiqib, ondan ularni o'ltirib etdi ekan. Tünügün qo'ngan mehmonlarning ichida faqat bir o'ziningla hayot qilganligini anglabdi. Ig'ir bir tinibdi. Yana necha kun mengibdi. Ikkinchi bulkini yap bo'lgan vaqtida uyiga yaqinlab qapti. Qorong'u tushib uzoq o'tmay u o'zining kantiga yetib kelibdi. Uyiga kelib, endi eshik chekay deb turishiga o'ylamagan yerdan uyda bir kishining ovozini anglabdi. Uning qattiq ochiq kelibdi. Qo'liga bir paltini ilib uyga itilib kirmoqchi bo'pti. Biroq u chaqda xo'jayinining 3-nasihitini yodiga olibdi. Qiziqqan vaqtida hargiz hech qanday qaror chiqarma. Balkim bu qaroring bir umrlik pushaymoningga aylanib qolishi mumkin. Shuning bilan u o'zini besib olib, uyning oldida bir kecha o'ltiribdi. Ikkinchi kuni sahardala eshikni chekibdi. Ayoli uning qaytib kelganini ko'rib, shunday xush bo'lib ketibdi. Biroq u shundoq sovuqqonlik bilan "U kim?" deb so'rabdi. Ayoli kulib turib debdi. "U bizning o'g'limiz." "Emasmi? Siz ketib uzoq o'tmayla bu chaqda u bu yosh yigitning chiroyining o'ziga shundoq o'xshaydiganligini bayqabdi." Ota bola ikkisi tunji qitim ko'rishib, bir-birini quchoqlashib, yig'lashib ketibdi. Biroz g'amxo'rlikdan keyin 3-chi bulkini elib ayoli va o'g'li bilan birga yemoqchi bo'pti. O'ttirini kesgandan keyin o'zining 20 yillik muoshining shuning ichida ekanligini bayqabdi. Amaliyotda bu biz har birimizning kishilik hayot nasihat so'zlarimizdir. Programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, qanlimizga a'zo bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Anglayotganinglar alamni yo'ritgan oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sayfisi. Mikrofon oldida Rida Avlibit. Bir kuni bir yosh yigit gretsiyalik mashhur siyosiy faylasuf Sokratdan so'rabdi. Qalbiga qanday yetish kerak? Sokrat uningga "Men bilaman, sana qalbiga qanday yetish kerakligini ko'rsatib qo'yay" deb bir daryo bo'yiga ilib ketdi. Ondan yigitga o'zi bilan birga daryoga kirishga buyuribdi. Daryoning yerimiga kelib, suv har ikkisining bo'yniga kelganda Sokrat tuyuqsizlik hiliqi yigitning bo'ynidan beshini suv bostirishga boshlabdi. Hamda midirlig'i qo'ymabdi. Hiliqi yigit jon ochiqchiligida ko'zi ko'k ko'kirib o'lgili tas qolganda sudun chiqaribdi. O yigit ochiqlab, "Nima qilganingiz bu apandim?" deb andikib so'rabdi. Sokrat, "Sen bayasuning ichida tinolmayotganingda dunyoda hammadan bak nimani arzu qilding?" deb so'rabdi. Yigit darhol, "Albatta havo" deb javob berdi. Sokrat, "Sen qalbini bayotlanolmayotganda havoni arzu qilgandek, ana shundoq arzu qilganingda ondan uningga yetsan" deb javob berdi. Qadrli do'stlar, programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, kanalimizga mushtari bo'ling.
Assalomu alaykum qadrli anglag'uvchilar. Anglayotganinglar ma'lumni yo'ritgan Oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Mikrofon oldida Yunusjon To'xti. Erkinlikda o'lish. Avtori Vali Davud. Köşmen xalq joylashgan tog'larning birida dahshatli bir yirtqich hayvon paydo bo'lib qoldi. O maxluq botir o'xumar tog'chilarning turmushiga baloyi afat yog'dirishga boshladi. O kechisi tog'dan tushib odamlarga to'ydirmay behisob chorvalarni kuchli alqonlar bilan yanchib bo'g'ib aloq qilyapti. Kunduzlar bo'lsa o'ziga insi jinni yaqin yo'latmaydi. Natijada tog'liqlardagi eng qaysar ovchilarning botirona harakatlarimi o'zlarining halokati bilan oyoqlashdi. Mana tog'liqlarning qo'rqinchi besishga boshladi. Oxiri kishilar vahshiy hayvonni o'z mayliga qo'yibdi. Jon tanda aman bo'lsa, mol dunyo hamon tepiladi deyishdi. Bir kuni yurt begining yashangan quli begning oldiga kelib tizlandi. Menga erkinlik berishga va'da bersizlar. Men u yirtqichni yo'qota olayman, dedi. Begning ko'zlari qiyshib ketdi. O bir ömür özünün ayak astida ömülüp yaşayan qeyri qulni go'yoki tunji qitim ko'rayotgandek uzun sinchilab qaradi. Pah. O'shani yig'chal, dedi beg gumon bilan o'z qulining bosh ustidan qarab. Menga erkinlik berishga va'da bersizlar. Yirtqich hayvonni 12 tog'ning eng mahir o'g'chilarimi yo'qtanmaganligini bilamsan? Bilaman aliylari. Uning qanchalik odamni nobud qilganligini bilamsan? Bilaman beg aliylari. Endi o'ylab baq. Sen o'zing kimsan? Yirtqich seni par qilib tashlaydi. Qeyri qul beshini ko'tarib begga o'tinish bilan tikildi. Shundoq bo'lganda meni hur odamlar qatorida deb ne qilsalar? Beg hech qarg'i kammas olg'i tushib qolgan qeyri qulning tarsaliqining tegiga yetmay g'azablandi. Xo'p. Men sening qeyri teningga erkinlik berganmi bo'lay? Sen mushu qurbatsiz holing bilan jinoni jon etalamsan? Erkinligingni tashlan qilib yeyalamsan? Sen erkinlikni nima qilasan? O undimidi. O'rnidan qimirlamay javob kutdi. Qani menga ittifoqina, sen vahshiy hayvonni qandoq yo'qotmoqchi? Kuch-quvvatingga taynibmi yoki hili-mikringimi? Va yoki ashu ojiz qo'ling bilan mushlab o'ltirmoqchimisan? Sen yer yuzidagi qandoqdir ulug' odammi-ya? Ko'kdagi o'lmas botirlarning ruhimi ya? Karomatchi sevirgermisan ya? Ha? Menga va'da bersizlar beg aliylari. Beg ochiqdan bo'g'ilib qo'lini silkib vaqirdi. "Bah, ajlingning oldiga, tarsa o'chga, botirlar begi. Agar sen shu yirtqichning mo'yidan bir tal akila olsang, ba'dim shu erkinlikingni." Yurt begi qeyri qulning oppoq oqargan sochlariga chorakkam 100 yillik hayotining issiq sovuqlari hisobsiz iz qoldirgan qo'rq yuzlariga uzung'ich sinchilab, asta jiddiy sipoy qiyofat bilan uning ko'mish chachliq beshidagi aqli meningkidan ortiqdir deb o'yladi. "Sana va'da beray, agar degan so'zingning huddisidan chiqa olsang, erkinligingga qo'shib bir qo'ra mol hadiya qilaman", dedi beg. Qeyri qul ipini tepib vahshiy maxluqning oziq izlab chiqib ketgan paytida uning o'nkiri oldiga berib oldi. Tayyorlikni tugatgandan keyin o'nkir ichidan yirtqichning kuchugini tutib olib chiqib, beshiga keladigan vahshiyatni tamkinlik bilan kutib o'ltirdi. Ayol o'tmayla eliqi maxluq issiqqan tamchilab turgan cho'ng bir parcha go'shtni tishlab qaytib keldi. U birdilla o'z o'nkirining oldida kuchugini qamallab o'ltirgan odamni ko'rib cho'chib ketdi. Hatta qo'rqqandek bir necha qadam orqaga dajidi. Lekin ko'zni yumib ochqicha o'tkir shivoqlardek yoyli hurpiyib tiklashdi. Cho'g'dak ko'zlari vahshiyona chaqnab yondi. U nayzi uchidek yirtqich tishlarini patirib turgan o go'shini irg'itib tashlab, ayni qiyotog'dek bo'lib chikib putlab o'r bo'ldi-da, odamga bo'randek o'kirab xiris qildi. Shu hamon qeyri qulmi o'rnidan turib vahshiy maxluqdan dahshatligarak o'kirdi va qo'lidagi maxluq kuchugini beshidan egiz ko'tarib zarba bilan yerga urdi. Küçük kulak mağını teşkide kısqı açıq kanışıp şu aman öldü.
G'azab ham alamdan ashoshini yo'qotgan maxluq g'aljirlashib qiyri qo'liga janjakli bilan etildi. U g'azablangan yirtqichning yiqilib kelishiga chabdaslik bilan orqaga burilib, qo'yiq yovvoyi o'simliklar orasiga o'zini otdi. Shuning bilan tang jon achchig'ida yangirgan azobli ho'krak sada butkul tog'u toshni titirtibdi. Qorong'u chatqallar orasiga yo'shirilgan ajallik zarba, uzun o'tkir po'lat nayza g'aljirlashgan maxluqning ko'kirgiga toki gavdasidan teshib chiqqanga qadar sanjilgan edi. Yirtqich ajallik yara azobida o'rinda peqirab domlab ho'kirdi. Nayza sepini tishlab titibatdi va birdilla oxirgi nafsini kuchini to'plab irmash-chirmash o'sib ketgan qo'rg'ondek mustahkam yovvoyi chatqallar orasiga qamilib qolgan qiyri qo'lning ustiga tashlandi. Qiyri qo'l ming mushaqqatda esini yig'di. Nihoyat uzunda asta-asta ko'zini ochdi. Yana shundoq azob bilan o'zidan bir necha qadamlar nerida qonga chilishib, zo'r qoramtashdek dardiyib yotgan yirtqichni ko'rdi. U shundala xotirjam ko'zini yumdi. Lavlarda baxtiyor kulki jilvalandi va hayol o'tmay shu pet qaytib qoldi. Assalomu alaykum qadrli anglag'uvchilar. Anglayotganinglar ma'limni yo'ritgan Oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Mikrofon oldida Rida Olimut. Pokistonlik doktor Ishan Husayni ko'rsatgan xizmatlarining mukofotini olish uchun aeroplan bilan xalqaro ilmiy yig'inga bordi. Lekin yo'lda chaqmoq so'qib, aeroplan ularga eng yaqin aydrumga qo'nishga majbur bo'ldi. Keyingi aeroplan 16 soatdan keyin uchadigan bo'lib, doktor Ishan Husayn "Qandaqli bo'lmasin, yig'inga vaqtida bormsan bo'lmaydi" deb ochildi. Xizmatchilar uning bordigan yerining mashinalik 6 soat yiroqlik ekanligini, agar xolasa mashindan birini kiraq dedigini aytdi. Doktor aldirab tenapli yo'lga chiqdi. Lekin qattiq yoqqan yomg'ir sababli kelkun kelib, doktor yo'lni davom qilolmaydi. U yo'l yoqsidagi kona uy ishini chekib kirib, yashangan ayoldan "Uyda telefon bormi? Ciddi telefon urimsam bo'lmaydi" deydi. Yashangan ayol "Ko'rmayaptamsan bolam. Bu yerda telefon tugul, tokmi yo'q. Sen bularni bir chetga qayirib qo'y. Kel. Bir piyol choy ichish, tomoq yegin. Uningdan keyin biz bularni o'ylashaylik" deydi. Doktor ilojsiz tomoq yeb, choyni ichib o'tirganda Mumay namoz o'qib uzundan uzun duo qildi. Doktor sinchilab qarab, Mumayning to'xtamay beshik tardiyotganini, bu beshikda bo'lsa kichik buvoqning medirlamay yotganini ko'rdi. Doktor Mumaydan "Buvoq kimning? Nemishga yig'lab turib uzun duo qilsiz?" deb so'radi. "Bu nevram ota-onasidan yetim qoldi. Ig'ir kesilba. Musha atrofdagi doktorlarga ko'rsatdim. Amal yo'q. Ishan Husayn ismli bir doktor bor. Shu amal qila oladi" deyishdi. Lekin u doktor nihoyat yiroq ekan. Bir necha kunning yog'i Allohga bu buvoqning ishini oson qil deb duo qilyapman. Doktor Husayn yig'ilgan holda Allohning o'zining quliga istaganini qandoq yetkazganligini qalbimdan iymon etdim. Sizning duolaringiz chaqmoq chaqtirib, aeroplanni yerga qo'ndirdi. Kelkun keltirib, meni bu yerga ilib keldi. O'rningizdan turing ana. Duolaringiz ijobat bo'ldi. Men Ishan Husayni doktor bo'laman" dedi. Shundaq do'stim.
barcha yo'llaringiz to'salganda osmon zaminni yaratgan egisiga yelining. Buning iltimosnomasi duodir. Programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, bizga ergashing. Assalamu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Anglayotganinglar ma'lumni yoritgan oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Mikrofon oldida Madina Abdusattar. Er kishi nimishqa o'zining ayolini boshqa ayollarga qaraganda ko'rimsiz ko'radi. Kişilerden biri hikmetlik ve tecrübe egisi bo'lgan bir alimning qishig'i berib, "Men ayolimni tunji ko'rgunimda, uningdek go'zal bir qiz yo'q" deb o'ylaydim. Choy ishkizilgandan keyin uni xili ko'p qizlardan chiroylikan deb o'yladim. To'y qilib bo'lgandan keyin uningdan chiroyli ayollarning ko'pligini his qildim. To'y qilib bir qancha yil o'tgandan keyin bo'lsa, uningdan boshqa ayollarning hammasi go'zal ko'rinadigan bo'lib qoldi, dedi. Olim o kishiga, "Sana deganingni qo'rqinchli qishni deb beraymi?" dedi. O kishi ma'qul dedi. Olim, "Agar sen dunyodagi ayollarning hammasi bilan to'y qilsang, dunyodagi butun ayollardan ko'chadagi chiroyliroqkan deb o'ylaysan" dedi. Biliq kishi, "Bu nima deganlari?" deb achchiqlanganda olim, "Bu yerdagi masala ayolingda emas, balki senda. Agar insonning qalbi tamaxur, ko'zi Allohdan g'oya qilmaydigan bo'lsa, uning ko'zini qabrining to'pisidan boshqa narsa to'shqizolmaydi. Sendagi eng chong masala ko'zingni Alloh harom qilgandan yummaslik. Ayolingni tunji ko'rgan vaqtingdagidek dunyodagi eng go'zal holatiga qaytarishni xohlamsan?" dedi. O kishi ma'qul bo'ldi. Olim, "Ko'zingni nomahramdan yiqqin" dedi va Allohning "Mümin erlarga aytqinki, nomahramlarga tikilib qaramasin. Avratlarini zinodan saqlasin. Bunda qilish ular uchun eng yaxshidir. Alloh haqiqatan ularning qilmishlaridan to'liq xabardordir" degan oyatini o'qib berdi. Ilkingni bo'lmagan har narsani shuncha go'zal va chiroyli hisoblaysan. Erishganingni bo'lsa, nazaringda odatdagi narsaga aylanadi. Mana bu haqiqat. Shunga ilkingni cho'ng bil, tamaxur bo'lma. Çünkü sen mol dünya ve güzellerinin kaynidan minib charchagan holatda hayotingni oxirlashtirsan. Eng güzel narsa Allohga ibodat qilish va yaxshi amallarni qilishdir. Ibodatning lazzatini Alloh uchun yashagan kishidan boshqa hech kim bilmaydi. Har doim Allohdan ayolingizni sizga go'zal ko'rsatib berishini va muhabbatini qalbingizga selishini so'rang. Assalamu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Anglayotganinglar ma'lumni yoritgan oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Mikrofon oldida Asiya. Nazarimdagi eng tuvan kishilar inson turib, insonni yaratmaydigan kishilar. Ular hech kimni yaratmaydi. Oxiri hech kimga yaramaydi. Kam qo'rsaqlik qo'rqqanlik emas. Aksiga yo'q qo'yganlik. Qarindoshlarim bilan talashdim. Sen yangdin, biroq tayanching ketdi.
Yo'ldoshing bilan talashding, sen yangding, baxting ketdi. Do'stlaring bilan talashding, sen yangding, sirtishing ketdi. Shuni o'ylab baqdingmi? Eng oxirida qattiq yenilsam bo'ldim. Agar qonunimizni yoqtirgan bo'lsangiz, qonunimizga a'zo bo'ling. Assalomu alaykum do'stlar. Anglayotganinglar Ma'lamni yo'ritgan oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Kambag'al bir kishi yaratquchiga nola qilishga boshlabdi. Ey Allah! Nimishqini boshqa bandilaringdan kam ko'rding? Nimishqa rizqimni kam qilib yaratding? Buning bu gaplarni bir yo'lovchi anglab qopti va undan so'rabdi. Hey birodar, tinchlikmi? Nimadan norozi bo'tsan? O kishi, Allah menga ko'p rizq ata qilmaydi. Tinmay mehnat qilaman. Biroq shu kambag'allikdan hech qutulolmayapman qira. Yo'lovchi biroz o'ylanib turgandan keyin men sana 5000 tillo beraman, ammo bir shartim o'rniga bir ko'zingni voz kechsa bo'lamdi? Kambag'al qattiq qo'rqib ketdi da kayniga ishib qadam chekinibdi. Ve sen saqmi qandoq? Ben qandoqsiga 5000 tilloga bir ko'zimni kechiman. To'si bir qiziq-ku bu. Yo'lovchi sal turib davom etibdi. Bundoq bo'lsa, bir qo'lingni ber. 10,000 tillo berman, debdi. Bo'lmaydi. Qandoq nima sen? Deb açıqlashga boshlabdi kambag'al. 100,000 bersangmi men qo'limni hargiz bermayman. Mayli undoq bo'lsa, shu 10,000 tilloga bir barmog'ingni ber. Qanday? Nimishki men barmog'imni bergidek bersang, butun dunyodagi boylikni bersangmi, men barmog'imga almashtirmayman, deb xapolab ketibdi. Uning bu gapini anglagan yo'lovchi maqsadiga yetibdi. O mundaq debdi. Ey nashkur banda, ya unda bo'lsa nemish qinoqlik qilasan? Allohning sana qanchalik berganini ko'rmayaptamsan? Qo'ling saq, aql o'shingmi joyida ekan. Sen bo'lmasa faqirlikdan xalaqib o'tiribsan. Alloh bergan shu ne'matga shukr qilishing kerak emasmi? debdi. Programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, qonunimizga a'zo bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Anglayotganinglar Ma'lamni yo'ritgan oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Bir shaharda ikki qo'shni yashaydi ekan. Birining oilasidagilar hamma narsada bir-birini ayblab, hech kelishamaydi ekan. Uylardan pat-pat varangchiron ovozi chiqib turdi ekan. Ikkinchi qo'shnisining uyida bo'lsa, hech qanday qattiq ovoz anglamaydi ekan. Bir kuni Jidalxo qo'shnisining xotini eriga "Bering,
neymiş ularning jidal qilmasning sababini bilib keling, debdi. Eri qo'shnisining uyiga kirib, uyning bir bulonga mukinib olibdi va kuzatishga boshlabdi. Ayoli ko'zlarni yo'tkayotganda telefon jiringlab qoldi. Ayoli qo'ldagi ko'zni tekchiga qo'yib, telefonni oldi. Shu vaqtda eri boshqa bir uydan chiqib, bexastalikdan ko'zni yerga tushirib sapdi. Ko'za sunib ketibdi. Ammo yoshlanib turgan u endi jidal bo'ldi-ku deb turganda ayoli kelib kechirim so'rabdi. Kechiring, men aybdorman. Ko'zni tekchiga men qo'yib qo'ygan, debdi. Yo'qay, nima deyapsan? deb javob berdi eri. Men ayblik. Men doimo aldirash yurman. Diqqat qilolmay qoptiman. Mayli. Sunsi bir atal ko'z kelgu, debdi. Jidalg'u qo'shna uyga kelgan vaqtda ayoli uningdan so'rabdi. Bek uzab ketdingiz-ku, zodi nima ekan sababi? debdi. Yo'ldoshi, unda bo'lishi, ularning har ikkisi ayblikkan. Bizde bo'lsa aybdor yo'q. Har qanday ishda har ikkimiz haq bo'lib urishdi ekanmiz, deb javob beribdi. Shundaq do'stlar, bu dunyoda keng qo'saqlik bilan apochalikdan boshqa insonni insonga yaqinlashtiradigan bebaho guhar bo'lmasi kerak. Hurmatli do'stim, programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, mushtariy bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli anglovchilar. Biz bir ikki haftadan beri anlatib kelayotgan programmalar, sınaq nusxada anlatib kelayotgan programmalar bo'lib, nurg'ulg'an tomoshabinlarimizning qo'llashidan o'tdi. Shunga programmamizni rasmiy turda e'lon qilishni bugundan boshlab yo'l qo'ydik. Shundaqla bizning bu programmaning tunji anglovchi bo'lganingizni qizg'in tabriklaymiz. Hamda bizni qo'llab madad berishingizni, hamda programmalar sizga ozroq ma'naviy oziq ato qilib kelgan bo'lsa, bizning kanalimizga ergashishingizni va qimmatli taklif fikrlaringizni berishingizni qizg'in qarshi olamiz. Bizning bu programmaning ismi bugundan e'tiboran Ma'lamni yo'ritgan oy bilan suhbat programmasiga o'zgartirildi. Diqqatingizni berganingizga ko'p rahmat. Qadrli anglovchilar, anglayotganlar, Ma'lamni yo'ritgan oy bilan suhbat programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Bir sayohatchi bir mo'mayning daryo bo'yida sudun o'tolmay turganini ko'ribdi. U intayin charchab ketgan bo'lsa-mu, bütün kuchini chiqarib, heliqi mo'mayni yudib daryodan o'tkazib qo'yibdi. Natijada daryodan o'tib bo'lgandan keyin mo'may hech narsa demayla ketib qoldi. Sayohatchi intayin pushaymon qildi. Shuncha jafo tortib, bu mo'mayni daryodan o'tkazib qo'yishga arzimaydigandek his qildi. Chunki bu mo'may rahmat o'g'lim degan bir eg'iz gapni qilmagan ekan. Kim bilsin, necha soatlardan keyin uning herib madori qolmaganda bir yigit yurgan petim uning kaynidan yetib ketdi. U yigit mundaq debdi:
Momamni qutqizganingizga rahmat. Momam aslida mashina vaqasida so'zlayolmaydigan bo'lib qolgan. Momam sharat orqali bu narsalarni sizga yetkazib berishimni topildi. Sizni ishiltib qolarmikin degan umiddaman. Deb so'zni tugatibla yigit bir muncha yemaklarni sayohatchiga tanglabdi. Hamda minib kelgan itinimi onunğa sovg'a qilibdi. Shundoq do'stlar, hayotning sizga javob berishiga oldirma. Ba'zida savrchanlik bilan saqlashingizga to'g'ri keldi. Mayli yaxshilik qiling, mayli yomonlik qiling, cho'qim hasilab yonadi. Hatto hech qanday ish javobsiz qolmaydi. Hurmatli do'stlar, programmamizni yoqtirgan bo'lsanglar, bizga ergashing. Anlayotganinglar bu kechisiz tanamas programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Mikrofon oldida Madina Abdusattar. Üç paqa ehtiyotsizlikdan süt chilakiga tushib ketibdi. Birinchi paqa. Bu mening taqdirim, saqlay. Taqdir meni zoda qanday qiladi ekan? Debla putlarini yig'ib midir-sidir qilmay un-tinsiz yetibdi. İkinci paqa chilak ichida birdam uzgandan keyin umidsizlanib. Bu chilak bak cho'nqur ekan. Har qancha kuchsammo sakrab chiqib keta olmayman. Mening sakrash qobiliyatim yor bermaydi ekan. Bugun mening mahshar kunim deb azobli yig'layotgandan keyin chilak tagiga kirib o'zini tunjuqtirib o'ldiribdi. Uchinchi paqa atrofni ko'zitib. Hozir putimning mag'duri bor. Sakrash iqtidorimdan aytganda chiqib keta olmayman. Agar putimning ostiga quyug'idek bir narsa topsam, bu chilakdan chiqib ketishga umid bor, debdi. Shuning bilan 3-paqa u yoq bu yoqqa uzib, putining ostiga quyug'idek narsa izdabdi. Paqa to'xtamay uzibdi, ammo hech narsa topolmabdi. Biroq sut paqaning to'xtamay uzishi bilan uyib, qaymoq bo'lib shakllanibdi. Qaymoqning yordamida paqa kuchab bir sakrab chilakdan chiqib ketibdi. Shundoq do'stlar. Passiv, umidsiz odamlar fursatni kutmaydi. Ularning yuragi allaqachon o'lgan bo'ldi. Tashabbuskorlik bilan hal qilish chorasini izlagan odamlar mo'jiz yaratdi. Anlayotganinglar bu kechisiz tanamas programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Rivoyat qilinishicha, bir podshoh bolasini ustozga topshirib beribdi. O'g'li 10 yilda o'rganish kerak bo'lgan ilm savoqlarini hammasini layoqatli tugitibdi. Shuningdek, uyga qaytishga tayyorlik qilib turganda shogirdini ustozi huzuriga chaqirtibdi. Shogirdini keltirib kelib bir tastak sapdi. Bekor-bekordan urilgan bu tastak shogirdining ichiga o'tib ketdi. Ochchig'i bakli ketdi. Shogirdlik hurmatida ustozga gap qila olmabdi. Yıllarning o'tishi bilan otasining o'rniga shoh bo'lganda, uning birinchi qilgan ishi ustozni huzuriga elib kelib, osh kundagi tastak sababini so'raganda, ustozi shundoq javob beribdi. Men sizni beka-bekadan urmadim. Ana, shu tastak 10 yildan beri qalbingizda o'chmay kelibdi. Bilib qilingki, siz kimga zulm qilsangiz, shuning qalbida alam ham saqlanadi. Bu mening eng oxirgi darsim edi, debdi.
Şundaq dostlar, insan ömürdə kimdən azar yeyini biladi. Amma kimga azar bergini bilmaydi. Agar bilgan bo'lsaydi, hech kimga azar bermagan bo'ladi. Programmamizni yoqtirgan bo'lsangiz, ikkinchi sayfisiga quloq seling. Assalomu alaykum do'stlar, anglayotganinglar bu kechisiz tanamas programmasining hayot hikmatlari. Danışman ota-bobolarimiz o'z turmush tajribalarini yig'inchoqlab, tatliq qilib avlodlarga noiti falsafaviy maqol tamsillarni qoldirib ketgan. Yani bulardan misali Mo'rining isini turxun bilar, begimning qo'rsqi to'q, quli bilan ish yo'q degandek. Qani tuanda biraylarning o'z xotirasiga yozgan bu jumlalarga quloq solaylik. Sening ma'langda optab chiqqanda, mening ma'lamda yomg'ir yoqqan. Sen yomg'irni emas, quyoshni ko'rganing uchun mening yomg'irda to'nglig'inimdan havassiz. Sening beg'ingda gul ichilganda, mening beg'imdagi gulga ushib tekkan. Sen gulingni ko'rganing uchun mening azobimni tushunmayding. Senin qaznığında aş qaynaganda, mening çaynikimde çay qaynamgan. Senin qorsqing tamoq to'yg'ini uchun mening och ekanligimdan xabaring yo'q. Shundaq do'stlar, inson davomliq har ishni o'zining tarasida o'lchashga erisman. Shunga cho'nglarda Körgenni qilar, körmegen nemeni qilar degan söz var. Turmuşda biz his qilib, körüp, anlab bo'lalmaydigan ishlar nihoyatda ko'p. Shunga mehrlik qo'llarimizni shu biz körüp baxmagan kishilarga sunaylik va shular uchunmi duo qilaylik. Assalomu alaykum qadrli anglovchilar. Anglayotganinglar bu kechisiz tanamas programmasining tarix va bugun sayfimiz. 8 aprel bu kun bo'lsa biz Uyg'urlarning tunji qitim davlat armiyasi qurgan kunimizdir. Asiya Uyg'ur. Bunundan 75 yıl avvalki bugünkü günde bizning tunji davlat armiyamiz bo'lgan. Bu gün bizni mangu iftiharlandırdı. Ular bo'lg'achqa biz mustaqillik va erkinlikning ta'mini tetiy olgan. Bugunning adolatsizliklarini tushunadigan va o'z haqlarimizning borligiga ishongan. Shundaqla kelgusiga umid bilan qariy olgan. 75 yıl gerçi bir milletni yo'q qilishiga yetarlik uzun vaqt bo'lsa-mu, biz yo'qolmadik. Bir asrga yaqin bu uzun tarixda biz bir qitimmi boshqalarning bir qismiga aylanish
o'zligimizni yo'qotish va Xitoylarga singib ketishdek voz kechish yo'lini tanlamadik. Dal voz kechalmaganligimiz uchun xo'rlandik, tuhmat bilan qarlandik, o'ltirildik. Dunyodan yolg'iz qoldirildik. Oqibatda irqiy yo'qotishga uchirdik. Ammo biz yanilamiz. Biz voz kechmadik. Hamda voz kechmaymiz. Chunki biz erishib baqqan. Biz tarixda o'z davrdoshlarimiz qatorida davlat qurgan, tarix yaratgan, erkinlik va hurlik uchun düşmanimiz tajovuzchi Xitoylarning abdi bashirsi dunyoga oshkora bo'lgan bu kun dal bizning ustimizdagi tuhmatlarning yolg'onligi pash bo'ldigan Xitoy hokimiyati ustimizdagi jinoyatlari sababli so'roqqa tortiladigan ulug' bir kun. Biz yo'qolmaymiz. Balki dunyo xalqi va adolatning kuchi bilan dunyodagi eng cho'ng ve dehşetlik rezillikning manbasi bo'lgan Xitoy hokimiyatining halokat ichida vayron bo'lib, dunyoda qayta tinchlik barpo bo'lishga shohid bo'lamiz. Dunyo xalqi bilan birlikda dunyoning qayta gullanishi va tinch taraqqiyoti uchun mas'uliyatimizni ado qilamiz. Assalomu alaykum do'stlar, anglayotganlar bu kechisiz tanho emas programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Bir kuni kash xizmat ishim uyga qaytib kelib, balkon chirog'ining yorug' turganligini ko'rib, ayolni unutib qolgan o'xshaydi deb o'ylabdi. Şunun bilan o balkonga chiqib, chiroqni o'chirib bo'lganda ayoli uni to'sibdi. U intayin hayron bo'lib, ayoldan nima bo'lganligini so'rar ekan, ayoli deraza sirtini ko'rsatibdi. U deraza sirtidagi yo'l bo'yida axlat to'lgan bir cho'ng uchchoqliq harvoning turganligini, harvo yanida axlat teriydigan bir jup ayolning chiroq nurida o'ltirib, bir tarafdan chaqchaqlashqash, bir tarafdan g'izolanayotganligini ko'ribdi. Bu chiroq nuri aslida bu bir juplarni yo'rtib turganligini ko'rgan xizmatdoshim u ayolga qarab kulimsirabdi. Shundaqla ayolni quchoqlab balkondan asta ayrilibdi. Deraza sirtidagi u bir jup ayollarmi bu notanish shaharda ular uchun atayin chichilayotgan bu chiroqni mangu bilmaydi albatta. Shundaq do'stlar, minnatdorlik qalbimiz bilan atrofimizdagi kishilar uchun nur bo'layli, nur chachayli. Assalomu alaykum qadrli anglag'uvchilar. Anglayotganinglar bu kechisiz tanho emas programmasining donalar turdonalari sahifasi. Mikrofon oldida Asiya. O'ziga ishonch kamil kishilarda ko'rinmaydigan 15 turlik ahvol. 1. Bahani ilgiri sürmeydi. 2. Başkalar qilishdan qo'rqqan ishlarni qilishdan qo'rqmaydi. 3. Rahat farog'at qo'g'lashmaydi. 4. Bugunning ishini ertaga qo'ymaydi. 5.
başqalarning salbiy tushanchalarining ta'siriga uchirmaydi. 6. Başqalarga baho bermaydi. 7. Sharoitning yor bermaganligini ko'rib, bel qo'yib o'tmaydi. 8. O'zini boshqalar bilan selishtirmaydi. 9. Hamma kishini mamnun qilishga urinmaydi. 10. Muqim bir kapolatga muhtojlik his qilmaydi. 11. Hayotning ochiq realligini nazardan saqit qilmaydi. 12. Kichik oңышsizliklar sababidan ishini yarim yo'lda tashlamaydi. 13. Bir ishga tutush qilish uchun boshqalarning tasdiqi yoki rag'batlantirishiga muhtoj emas. 14. O'zini tar doiraga mahkum qilmaydi. 15. Tor dunyosida o'qigan har narsaga qarg'ularcha agashmaydi. Ustida o'ylanadi, istinadi. Agar qonunimizni yoqtirgan bo'lsangiz, qonunimizga a'zo bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Anglayotganinglar bu kechsiz tanamiz programmasining hayot hikmatlari sahifasi. Dada 80 yosh kirdi. Yaşanğanlar divanlik kesilik giriftar bulup qalğan edi. Bir kuni deriz aldığa bir qush uçup geldi. O sordu. Oğlum, o nima? Oğlu, qushqashdi da, dedi. Biroz o'tgandan keyin u yana so'radi. Oğlu terikkan holda javob berdi. Qushqash dedim-ku dada. Tasavvur. Uzoq o'tmay dada yana so'radi. O nima oğlum? Oğlunun açığı geldi. Ya men san qancha qitim deyman? Dada ün-tünsiz chaliq o'rindiqda o'ltirdi va gap qilmadi. Bir yildan keyin dada olamdan o'tdi. Oğlu dadısının neçe 10 yıl oldidagi kunlik xotirasiga oğlum 3 yosh kirdi. Deri sirtiga bir qushqash uchib kelgan edi. U qo'li bilan ko'stib, "U nima, dada?" deb so'radi. Men qushqash dedim. Oğlum go'dak ovozi bilan izchil so'radi. Men mu izchil javob berdim. U hatto 15 qitim so'radi. Men 15 qitim javob berdim. Oğlum nima degan omoqqa? Bu Qur'onni ko'rgan o'g'lining yuzlari ko'z yoshlari bilan to'ldi. Daraxt jim turay deydi-yu, shamol jim to'g'izmaydi. Bala baqay deydi-yu, ota-onasi saqlayolmaydi. Nurg'un bolalarning cho'nglarga bo'lgan savrchanligi ayni yillardagi ota-onasining ularga bo'lgan savrchanligiga o'xshamdi deysiz. Navoda qiziqsangiz, ikkinchi hikoyamizga quloq bergaysiz. Anglayotganinglar hayot hikmatlari.
Padişah qattiq soğuq keçilərinin birində qəsrigə qaytıb ketdi. O darvoz tüydə yelin kiyimlər bilan ör turgan yaşanğan darvozvanni görüb onunğa yıqılışıptı və onundan "To'ngildingizmi?" deb so'rabdi. Darvozvan "To'nglayapman, biroq soğuqdan daldı boğadak qilin, kiyimlerim yo'q. Şuna bununla çınmaqdan başqa ilacım yo'q, padişah alileri." debdi. Padişah bunu anlab, "Men hozir qasrimga kirib, xizmatkorlarimdan biriga sizga qiynalroq kiyimni olib chiqib berishni taplayman" deb va'da berib ketib qoldi. Darvozvan boy padişahning bu va'dasidan noyitimi bek xursand bo'ldi. Lekin padişah qasr kiriblam bu ay qilgan va'dasini unutib qoldi. Ertesi kişiler Darvozvan bu ayning soğuqda to'nglab bu dunyodan vidalaşqanligini, onun yan tarafida "Padişah alileri, men her kuni kechisi soğuqda qaysarlik bilan chidab kelyapatdim. Ammo sizning akşam qilin kiyim ochiq turib beraman deb bergan va'dalari mendan kuch quvvatimni tortib oldi ve meni öldürdü" deb irmaş çırmaş qiyinib yozilgan bir parça xatni bayqabdi. Shundaq dostum, sizning boshqalarga bergan va'dangiz ularga siz o'ylagandan-mı bakrak muhim bo'lishi mumkin. Shunlashqa bergan va'dangizga xiloflik qilmang. Chunki siz shu sababdan nimalarni yo'qotib etadiganligingizni navoda qiziqsangiz ikkinchi hikoyamizga quloq bergaysiz.